Bu videoni ko'rayotgan har bir inson mutlaqo bu joyga kelishi aniq bo'lgan jahannamning ustiga qurilgan Sirot ko'prigi, ya'ni jannatga kirishdan oldingi bekat. Demak, kimlar Sirot ko'prigidan o'ta oladi? Hali hayotdaligimizda ko'prikdan pastga tushmasdan o'tishning imkoni borligini bilish juda ham muhim. Chunki yo'lning oxirida biz uchun juda zarur bo'lgan eshik bor. Sizningcha videoni boshlashimiz bilan Sirot ko'prigiga qanday kelgan bo'lishimiz mumkin? Biz esa yaqindan bilib olishdan oldin bir oz chuqurroq borib, voqea boshlanadigan o'sha vaqtga nazar tashlaylik. Faraz qiling, o'sha buyuk kun keldi. Osmonlar yorilishni, yulduzlar to'kilib har tomonga sochilishni, oy va quyosh bir markazga jamlanishni boshladi. Insonlarni shunday bir dahshat qamrab oldiki, hech kim ota-onasi yoki bolasini tanimasdan qo'rquvdan qayerga yashirinishni o'ylab qoldilar. Ammo bu haqiqatdan qochib qutulishning hech qanday yo'li yo'qdir. Chunki bir bora Isrofil farishta surni uflagan edi. Yashayotgan barcha jonzotlar omonatini topshirish kuni kelgan edi chunki qiyomat kuni. Ammo bu bir yakun emas. Aksincha, hamma narsaning boshlanish belgisi edi. Qiyomat qoyim bo'lganda Azroil alayhissalom yashayotgan hammani jonini olgan edi. Hattoki farishtalarni ham. Faqatgina Azroil alayhissalom ila Alloh azza va jalla qolgandi. Navbat esa o'lim farishtasi Azroil alayhissalomning joni olinishiga kelgandi. Eng boshidan shu kungacha jon oluvchi vazifasini bajargan Azroil alayhissalom jonini Allohning o'zi oladi. Endi yashayotgan hech bir jon qolmadi. Koinotni zulmat qoplab va jimjitlik hukmron bo'ldi. Faqat bu jimlik biz o'ylaganchalik uzun vaqt davom etmasdi. Chunki Alloh surni ikkinchi marotaba uflashi uchun Isrofil alayhissalomni qayta tiriltirdi. Mana endi birinchi hayotimizning ilk kunlariga guvohlik qilamiz. Isrofil alayhissalom ikkinchi bor surni uflashi bilan birgalikda jinlar, insonlar bilan birga hayvonlar ham yangidan tirilib mahshar maydoniga to'planishadi. Endi barchasi mahshar maydonida to'planib, hamma intiqlik bilan kutayotgan bir paytda hisob-kitob vaqti boshlanadi. Bir hammamizning amal daftarlarimiz yonimizga tushadi. Bu daftar ichida nima yozilgan deyishingiz mumkin. Bu kitob ichida bizning butun hayotimiz, hatto olgan nafasimiz yozilgan bu kitobga farishtalar ikki yelkamizda turib, yaxshi va yomon amallarimizni barchasini yozib, bu daftarni to'ldiradilar. Endi bu daftar ichidagi har bir jumlaning kamchiliksiz javobini berish vaqti keldi. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: Holimizga voy, bu qanday kitobmish. Kichik yoki katta hech nimani qoldirmasdan qilganlaringizni barchasini sanab yozmish. Bu daftar jannatiylarni o'ng qo'lidan, do'zaxiylarni esa chap va orqa tomonidan berilajak. Savob va gunohlarimiz tortiluvchi taroziga kelgan edi navbat. Ya'ni sinov tarozisi. Bir o'lchov moslamasi bo'ladi, xuddi bir tarozi kabi. Gunohimiz yoki savoblarimiz qay biri og'irligi hisoblanadi. Shu orada bir eslatma bermoqchiman. Biz har qancha o'xshatish qilishimizga e'tibor bermaysiz. Bularning eng to'g'ri shakl-shamoyilini faqat yaratgan Alloh azza va jalla biladi. Biz faqatgina xayol kuchimizga asoslanib majoziy ma'noda video taqdim qilmoqdamiz. Hattoki Sirot ko'prigi bo'lsin, kerak bo'lsa barcha makonlar va detallar bo'lsin. Hammasining eng to'g'risini esa Alloh biladi. Tarozidan o'tib bo'lgach esa navbat jannat eshigiga olib boruvchi oxirgi to'siqqa keldi. Jahannam ustiga qurilgan 7 bekatdan iborat Sirot ko'prigi. Pastida jahannam turibdi. 7 ta bekatdan iborat bu ko'prikda bizdan so'raladigan savollarga to'g'ri javob berib jannatga kiramiz yoki noto'g'ri javob uchun jahannamga ravona bo'lamiz. Shu sababli kelinglar Sirot ko'prigi haqida yaqindan bilib olaylik.
Bu yer jahannam va jannat orasida qurilgan bir yo'l, ya'ni yo'lning oxirida abadiy huzurga erishamiz. Sevgan insonlarimiz bilan birga bo'luvchi oxiri bo'lmagan jannat bizni kutmoqda. Faqat bir muammo borki, biz hali ko'prikning boshida turibmiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga bu ko'prikdan kimlarning qanday o'tishi haqida ma'lumot berib o'tganlar. Ushbu video opisiyaniyasida oyat va hadislarni manba sifatida qoldiraman. Mahshar kuni insonlar shunday dahshatli va muammoli kunlar ko'rayotgan bo'ladilarki, hamma o'z dardi bilan, hech kimsa bilan ish qolmaydi. Shunday bir qo'rquv borki, mahshar bergan tuyg'u bilan hatto payg'ambarlar ham o'zlarini qutqarishga urinadilar. Bunday noodatiy atmosferada hatto payg'ambarlar o'zini o'ylarkan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummat deb o'z ummatini afv etishini so'rab, Alloh taolodan najot so'raydilar va Sirot ko'prigi oldida inshaalloh o'z shafaatlari bilan bizlarni kutayotgan bo'ladilar. Sirot ko'prigidan o'tishga birinchi bo'lib ruxsat beriluvchi ilk ummat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlari bo'ladi. Qilichdan keskir, qildan nozik bo'lgan bu ko'prik oyoqda turish qiyin bo'lgan 7 ta bekatdan iborat. Bu yer ba'zilar uchun uzun, ba'zilar uchun juda qisqadir. Ba'zi insonlar bu ko'prikni uchuvchi qush yoki tezkor ot kabi tezlik bilan o'tib osongina jannatga kiradilar. Ba'zilar esa qilgan amallari sababli oyog'i qoqilib, qo'rqinchli bir shaklda jahannam oloviga tushadilar. Ba'zilarimiz esa bu ko'prikda emaklab, tushar-tushmas holatda zo'rg'a o'tishimiz. Ba'zilar esa shunday bir tezlikda o'tadilarki, ko'prikdan o'tganini farqiga bormagan holda jannat eshigiga yetishadilar. Aytishlaricha, ko'prikdan qanchalik tez o'ta olishimiz nurimizga bog'liq bo'larkan. Oramizdagi mo'minlarning nuri shu daraja kuchli bo'ladiki, pastidagi jahannam olovi tilga kirib, "Ey mo'min, tezroq o'tib ket. Sening nuring mening olovimni sinishiga sabab bo'ladi" der ekan. Biz jahannamga yoki jannatga kirishimizdan qat'iy nazar o'tishga majbur bo'ladigan Sirot ko'prigi savol beriladigan holatda o'tib o'tmasligimizni belgilaydigan 7 ta bekat va 7 ta savol bor. Ko'prikning birinchi bekatida so'raladigan savol: iymon. Biz egalik qilgan dinga qalban ishondikmi va uni hayotimizga tatbiq qildikmi deya savol beriladi. Agarki Allohga, payg'ambarlarga, kitoblarga, qadarga bo'lgan ishonchimizda muammo yo'q bo'lsa, javob berishimizga qarab tezlik bilan yoki emaklagan holatda ikkinchi bekatga boramiz yoki jahannamga tushib, Alloh taoloning bilguchi vaqtigacha jahannamda azoblanamiz. Ikkinchi bekatda esa bizni yaratgan Qodir Allohga qullik burchimizni o'taganimiz, ya'ni namoz haqida so'ralamiz. Balog'at yoshiga to'lib va aqli sog'lom bo'lgan barcha erkaklar va ayollarga farz bo'lgan kunning 5 vaqtida bajarishimiz kerak bo'lgan bu ibodat bizni ko'prikdan o'tib yoki o'ta olmasligimiz to'g'risida qarshimizga chiqadi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota va onalarga, farzandlariga namoz o'qishni o'rgatishlarini va tavsiyalarini berdilar. Agar shunda ham ko'prik ustida qolishni uddalay olgan bo'lsak, davom etaylik. Boy insonlarning boyligida faqirlarning haqqi bordir. 3-bekatda biz egalik qilgan boyliklarni qanday taqsimlaganimiz, sarflaganimiz so'raladi. Ya'ni zakot. Zakot berish uchun boy, badavlat inson bo'lish kerak degan tushuncha zinhor paydo bo'lmasin. Zakot berish uchun ma'lum miqdorlar bor. Bu haqida bilmaganlar mutlaqo izlansin. Chunki egalik qilayotganlaringizdan, ehtiyojingizdan ortig'i esa bularning bir qismini har yil muntazam shaklda muhtoj va ehtiyojmand insonlarga ulashish imkoningiz bor. Tabiiyki, Alloh roziligi uchun zakot berishimiz, so'ngra Sirot ko'prigida buni qarshimizga chiqishini o'ylab ko'rishimiz kerak. Islomning 5 ta tamallaridan biri bo'lgan Ramazon oyida tutilgan ro'zamiz yo'lning bu qismida bizni kutib turadi. Agar aytilganidek bu farzni ado qilgan bo'lsak, jannatga yana bir katta qadam tashlagan bo'lamiz.
Agarda hech qanday muammo va balolarsiz navbatdagi bekatga yetib kela olgan bo'lsak, qarshimizga chiquvchi bo'lgan holat hajdir. Moddiy holatimiz yaxshi bo'lib, oila a'zolarimiz va qarindosh urug'larimiz yaxshi holatda va qarzlarimiz bo'lmagan holda islomiy shariatlardan biri bo'lgan haj amallarini bajarishimiz kerak. Ya'ni Ka'bani va atrofida ibodat uchun ajratilgan maxsus joylarni belgilangan vaqt ichida, belgilangan tartibda tashrif buyurib, qilinadigan ishlarni qilganimizdan so'ng Sirot ko'prigining 5-bekatida hech qanday to'siq qolmaydi va keyingi bekatga o'ta olasiz. Ko'prikning bu qismidan o'tib o'tmasligimiz bizni qarindosh urug'chilik va ota-onaga munosabat, qarindoshlarga g'amxo'rlik ko'rsatishimiz, shuning uchun qarindosh urug'larimizni unutmasligimiz, ularni tez-tez ziyorat qilib turishimiz kerak. Alloh taolo sizga yomonlik qilgan yaqinlaringizga yaxshilik qilishingizni buyurgan. Rizqini ko'payishini va umrini uzayishini istagan har bir kishi yaqinlarini ziyorat qilib xabar olishlari kerakdir. Nima bo'lsa bo'lsin, ota-onalarimizga hurmatsizlik va ularga itoatsizlik qilmasdan o'z farzandlik vazifalarimizni bajarsak, Sirot ko'prigidan o'tishimiz davomida inshaalloh bizga katta yordamchi bo'ladi. Ammo tabiiyki, juda muhim bir narsa bor. U ham bo'lsa inson haqqi. Agar siz o'g'irlik qilsangiz, zulm qilsangiz, odamlarni haqoratlasangiz, ularni haqlarini yesangiz, hayvonlarga ozor bersangiz, har kimni aldagan bo'lsangiz, firibgarlik qilsangiz, bularning hammasi bir bu yerda oldimizga chiqadi. Endi esa jannatdan oldingi so'nggi bekat. Agar umringiz davomida g'usl va tahoratingizga kerakli ahamiyat bergan bo'lsangiz va Alloh taolo bizdan kutgan tozalik qoidalariga amal qilgan bo'lsak, Sirot ko'prigining bu bosqichida qo'rqishga o'rin qolmaydi. Endi abadiy tinchlik va huzurni topasiz. Agar ular ham uddalagan bo'lsa, qarindoshlaringiz, oila a'zolar va do'stlar davrasida abadul abad birgalikda hayot kechiradigan jannat eshigiga keldingiz demakdir. Tabiiyki, shuni ham unutmaslik kerakki, jannat bizga nasib qilishi Allohning rahmati, marhamati, payg'ambarimizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaatlaridir. Sirot ko'prigidan o'tib olgan mo'minlar bu yerda ikki sharshara bilan qarshilashadilar. Sharsharaning birida yuvingan holda, ikkinchisida suv ichasizlar. Bu bilan esa ham jismonan, ham ma'nan toza bo'lganingizdan keyin jannat eshigining tagida bizni kutayotgan ikki farishta bilan uchrashamiz. Zumar surasida aytilganidek, farishtalar shunday deyishadi: Sizlarga salomlar bo'lsin. Xush keldingiz. Abadiy bo'lib bu yerga kiring. Buning orqasida jannat uchun tayyorlangan maxsus kiyimlar farishtalar tarafidan kiydiriladi. Va qarabsizki, endi u yerdasiz. Ushbu videoni ko'plab insonlarga yetib borishi uchun bir dona like bosib, o'z hissangizni qo'shing. Keyingi videolarda ko'rishguncha